Sizga chiroyli ta'mirdan chiqarilgan 5 xonali hovli kerak, lekin 2-3 sotuvli hovlilarni olishga pulingiz yetmayapti. Sizga o'rtoqlar shunaqangi zo'r variant topib qo'ydik. Umr bo'yi bunaqangi joyni ko'rmagan bo'lsangiz kerak. 5 xonali, atiga 1.25 sotuvga qurilgan ajoyib bir san'at asari. Hozirda kvartira bilan hovlilarning narxi yaqinlashib qoldi. Farqi shundaki, hamma etajda sizniki. Darvozaxonasi bor, mana shunday bemalol olib kirib qo'yaverasiz. Qo'shnini farzandlari dapur-dupur qilib sizni bezovta qilib yubormaydi. Binochiga kirganimizda kattagina koridor, chap tomonda oshxonamiz joylashgan, hovliga qaragan oynalari bor. Dizaynlari tanlangan abo'ylar sizlarga yoqdimi, yo'qmi? Izohlarda fikrlarni qoldiringlar. Bu ikkita egzi hovlidan birinchi mana shu uglovoydagi sotilib ketsa kerak. Nimaga desiz, uglovoydagi juda ham chiroyli ko'rinadi. Mehmonxonadagi dizaynlar, bu yoqda sanuzelda qilingan sharoitlar, birinchi qavatdagi yotoqxonadagi qilingan abo'ylarga baho berib qo'yinglar. Ustalarning qo'li dard ko'rmasa, akkurat narsa chiqarishibdi. O'rtoqlar, agar bu uy sizlarga nasib qilsa, ichkariga qanaqa mebellarni olib kirgan bo'lardinglar? Ikkinchi qavatdagi hollariga ham baho beringlar. Mozaika oynalari, chap tomonda dekor panellari ham ancha chiroyli ko'rsatyapti, to'g'rimi? Bu yoqda yana bitta xonasi bor ekan. Yotoqxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Ko'chaga qaragan oynalar bor. O'rtoqlar, agar bilsanglar, eng uzoq yil turgan uy 1000 yil yashagan ekan. Yaponiyada bir fuqaroni uyi 1000 yil oiladan oilaga o'tib kelgan. Bu uy ham o'rtoqlar uzoq yillar sizning xizmatingizda, oilangizning, farzandlaringizning, avlodlaringizning xizmatida bo'ladi.